5 kilo qo'shilmasa, men biletini olib chiqib ketaman. Bugun 30-noyabr. KVZ hamma narsani qo'liq tugatib bo'ldi. O'zi shuni oxirigacha kutdim. O'zim ham bir o'rtaga araga borib keldim. O'zi danima men uslova qo'ymasam agar, bu ertalab hamma uslovani qo'yib chiqdim. O'zi biladi, namasini aytish shart emas. Taroziga chiqadi, chiqing. Примерно 57 kilo atrofida. 57 kilo atrofida примерно. Agar bir oyda, ana bugun 30-oktyabr, 30-noyabrga 5 kilo qo'shilmasa, men biletini olib chiqib ketaman. Shunaqa uslova qo'yganman, ultimatum qo'yganman. Bo'ladi. She'racha yetib keldik, qadrdonlar. Nima uchun bunaqa usloviyalar qo'yilibdi? Chunki xalqning oldida biz va'da berganmiz, 15 kilo semiramiz deb. Men hali 3 kilo, 4 kilo semirdim, chunki KVZ bo'ldi, o'zimning ishlarim bilan bo'lib qoldi. Xullas, individualni bog'lanmagandim. Xudo xolasa endi trener uyga ketaman, shu bilan faoliyatimiz tugaydi. Qaytib santrnovka qildirmayman debdilar. Xullas, 30-noyabrgacha bir oy vaqtim bor, xudo xolasa 5 kilo semiraman.